Agar oilangizda nogironligi bo'lgan inson bo'lsa, agar o'zingiz nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi olayotgan bo'lsangiz, yoki ish joyida jarohat olib, mehnat qobiliyatini qisman yo'qotgan tanishingiz bo'lsa, bugungi ma'lumot siz uchun juda muhim. Chunki nogironlik bo'yicha ayrim hisob-kitoblarda dard biga bo'y million so'mlik chegaradan 6 million so'mgacha ko'tarilish masalasi oddiy raqam emas. Bu ko'plab oilalarning oylik daromadi, davolanish imkoniyati, reabilitatsiya xarajatlari va huquqlariga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Men bugun sizga bu o'zgarish nimani anglatishini, kimga foyda berishini, kimlar esa menga ham avtomatik o'shadimi deb shoshilmasligi kerakligini oddiy tilda tushuntirib beraman. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki eng ko'p xatolar aynan ariza berish, hujjat yig'ish va hisob-kitobni noto'g'ri tushunish joyida bo'ladi. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing, chunki bunday huquqiy va ijtimoiy mavzularni bilish bugun har bir o'zbekistonlik uchun zarur. Nogironlik bo'yicha to'lovlar deganda odamlar ko'pincha bitta narsani tushunadi. Pensiya yoki nafaqa. Aslida tizim biroz kengroq. Birinchisi, nogironlik pensiyasi bor. Ya'ni insonning mehnat staji, ish haqi, sug'urta badallari va belgilangan tartibdagi hujjatlar asosida tayinlanadigan to'lov. Ikkinchisi, nogironlik nafaqasi bor. Bu odatda yetarli ish staji bo'lmagan yoki pensiya olish shartlarini to'liq bajarmagan fuqarolarga beriladi. Uchinchisi, ishlab chiqarishdagi baxtsiz hodisa, kasb kasalligi yoki mehnat qobiliyatini yo'qotish bilan bog'liq kompensatsiyalar bo'lishi mumkin. To'rtinchisi, reabilitatsiya vositalari, protez, ortopediya buyumlari, dori-darmon, tibbiy xizmat, imtiyozli transport, soliq va bandlik bo'yicha qo'llab-quvvatlash choralari ham bor. Endi deribe milliondan 6 milliongacha degan masalaga kelamiz. Bunday o'zgarish odatda hisob-kitobda inobatga olinadigan daromad, to'lov bazasi yoki yuqori chegara oshirilayotganini anglatadi. Ya'ni davlat shuni tan olmoqda, bugungi narxlar, yashash xarajatlari, davolanish va parvarish xarajatlari oldingi chegaralar bilan qoplanmayapti. 4-5 million so'm oldin muayyan hisob-kitob uchun yetarli deb ko'rilgan bo'lishi mumkin. Lekin inflyatsiya, dori narxlari, reabilitatsiya xizmatlari, qatnov xarajatlari, tibbiy tekshiruvlar va oilaviy ehtiyojlar ortgani sababli 6 million so'mlik yangi chegara yanada adolatliroq ko'rinadi. Lekin men bu yerda juda muhim narsani aytaman. 5 milliondan 6 million ko'tarildi degani. 5 millionda ko'tarildi degani hammaning qo'liga avtomatik ravishda 6 million so'm tushadi degani emas. Bu eng katta noto'g'ri tushuncha. Ko'pchilik nogironlik bo'yicha endi 6 million berilar ekan deb o'ylaydi. Aslida esa bu raqam ko'pincha hisoblash bazasi, maksimal inobatga olinadigan daromad yoki ayrim kompensatsiya turlarining yuqori chegarasi bo'lishi mumkin. Sizning real oladigan pulingiz nogironlik guruhi, staj, o'rtacha ish haqi, sabab, hujjatlar, tibbiy xulosa va arizangizga bog'liq bo'ladi. Men birinchi navbatda uchta toifadagi insonlar bu masalaga jiddiy qarashi kerak deb hisoblayman. Birinchi toifa ish stajiga ega bo'lgan, rasmiy ishlagan va nogironlik pensiyasi olayotgan fuqarolar. Masalan, inson 11 yil rasmiy ishlagan, maoshi so'nggi yillarda 5 million yoki 6 million atrofida bo'lgan, keyin kasallik yoki jarohat sabab nogironlik guruhi belgilangan. Agar oldin hisob-kitobda 4 milliongacha bo'lgan daromad inobatga olingan bo'lsa, 6 milliongacha ko'tarilish natijasida uning pensiya miqdori qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Bu ayniqsa oyligi yuqoriroq bo'lgan. Lekin eski chegara sabab haqiqiy daromadi to'liq hisobga olinmagan fuqarolar uchun muhim. Oddiy misol olaylik. Akmal aka 20 yil zavodda ishlagan, so'nggi yillarda oyligi 5-8 million so'm bo'lgan. Oldingi tartibda hisob-kitobda faqat 5 million so'mgacha qismi inobatga olingan bo'lsa, uning pensiyasi shunga qarab pastroq chiqqan bo'lishi mumkin. Endi chegara 6 milliongacha ko'tarilsa, Akmal akaning 5,2 millionlik daromadi deyarli to'liq inobatga olinadi. Bu uning pensiyasi sezilarli farq berishi mumkin. Lekin farq aynan qancha bo'lishi uning staji, nogironlik guruhi va pensiya formulalariga bog'liq. Ikkinchi toifa. Ishlab chiqarishda jarohat olgan yoki kasb kasalligi sabab mehnat qobiliyatini yo'qotganlar. Bunday holatlarda ish beruvchi, sug'urta, tibbiy mehnat ekspertizasi va boshqa idoralar ishtirok etadi. Agar inson ish joyida jarohat olib, 1% yoki 10% mehnat qobiliyatini yo'qotgan bo'lsa, unga zarar qoplamasi qo'shimcha to'lov yoki kompensatsiya hisoblanishi mumkin. Mana shu hisob-kitoblarda ham daromad chegarasi juda muhim. Oldin yuqori oylik olgan xodimning haqiqiy zarari to'liq ko'rinmasligi mumkin edi. Chegara 6 milliongacha oshsa,
zarar miqdorini adolatliroq baholash imkoniyati paydo bo'ladi. Misol uchun, Dilshod ismli quruvchi 6 million so'm atrofida oylik olgan. Ish joyida xavfsizlik qoidalariga yetarli rioya qilinmagani sabab jarohat oldi va mehnat qobiliyatining 50% yo'qotdi. Agar hisob 4 milliondan qilinsa, zarar boshqacha chiqadi. 6 milliongacha inobatga olinsa, oylik yo'qotish miqdori yuqoriroq bo'lishi mumkin. Bu insonning davolanishi, oilasini boqishi va yangi sharoitga moslashishi uchun katta ahamiyatga ega. 3-toifa. Nogironligi bo'lgan farzandi bor oilalar. Bu oilalar ko'pincha faqat nafaqa miqdorini emas, balki reabilitatsiya, dori, maxsus ovqatlanish, logoped, psixolog, maxsus aravacha, eshitish moslamasi, protez, qatnov xarajatlarini ham o'ylaydi. Agar islohotlar faqat pensiya hisob-kitobi bilan cheklanib qolmay, nogironligi bo'lgan shaxslarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tizimini ham kengaytirsa, bunday oilalar uchun real yengillik bo'ladi. Chunki bolaning nafaqasi oshgani bilan, agar reabilitatsiya markaziga qatnash, dori olish, maxsus mutaxassisga borish xarajatlari qimmat bo'lsa, oila baribir qiynaladi. Endi kimlar xavotir olmasligi kerak? Agar sizning pensiyangiz yoki nafaqangiz qat'iy belgilangan minimal miqdor asosida tayinlangan bo'lsa, stajingiz juda kam bo'lsa yoki umuman rasmiy ish haqi asosida hisoblanmagan bo'lsa, 4. 5 milliondan 6 millionga o'sish sizga to'g'ridan-to'g'ri katta o'sish bermasligi mumkin. Bu yomon xabar emas, faqat real vaziyatni bilish kerak. Ba'zi to'lovlar minimal miqdor bo'yicha oshadi. Ba'zilari esa hisob-kitob bazasi oshganda o'zgaradi. Shuning uchun hamma bir xil oshadi deb kutish noto'g'ri. Yana bir misol. Malika opa umrining katta qismini uyda farzand tarbiyasi bilan o'tkazgan. Rasmiy staji juda kam. Unga nogironlik nafaqasi tayinlangan. Agar uning to'lovi staj va oylikdan emas, belgilangan nafaqa miqdoridan kelib chiqsa, 6 millionlik chegara unga bevosita ta'sir qilmasligi mumkin. Lekin boshqa imtiyozlar, mahalla orqali yordam, tibbiy reabilitatsiya, protez ortopediya vositalari, dori ta'minoti bo'yicha imkoniyatlar unga tegishli bo'lishi mumkin. Demak, faqat bitta raqamga yopishib olish emas, butun tizimdan foydalanish kerak. Eng katta xato shuki, odamlar nogironlik guruhi belgilanishi bilan barcha to'lovlar avtomatik keladi deb o'ylaydi. Amalda esa tibbiy xulosa alohida, pensiya yoki nafaqa tayinlash alohida, kompensatsiya yoki qo'shimcha yordam alohida jarayon bo'lishi mumkin. Sizda nogironlik haqida xulosa borligi sizning barcha to'lovlaringiz to'g'ri hisoblangan degani emas. Hujjatlar yetishmasa, ish staji to'liq ko'rinmasa, eski ish joyingizdan ma'lumotnoma olinmagan bo'lsa, maoshingiz noto'g'ri aks etsa, natijada kamroq to'lov chiqishi mumkin. Ikkinchi nozik jihat, nogironlik guruh muddati. Ayrimlarga nogironlik muddatsiz beriladi. Ayrimlarga esa 1 yil yoki 2 yilga belgilanadi. Agar muddatli nogironlik bo'lsa, qayta ko'rikdan o'tish vaqtini o'tkazib yubormaslik kerak. Bir oy kechiksangiz ham to'lovlarda uzilish bo'lishi mumkin. Keyin qayta tiklash uchun yana ariza, yana tekshiruv, yana kutish boshlanadi. Ayniqsa qishloq joylarda yashovchi fuqarolar meni hech kim chaqirmadi deb yuraveradi. Men tavsiya qilaman, nogironlik hujjatingizdagi muddatni alohida daftarga yozib qo'ying, telefoningizga eslatma qo'ying. Oilangizdagi bir odamga ham aytib qo'ying. 3-nozik jihat, rasmiy ish haqi va konvert masalasi. Afsuski, ayrim fuqarolar yillar davomida 5-6 million so'm ishlab topgan, lekin hujjatda minimal oylik ko'rsatilgan. Keyin nogironlik pensiyasi yoki kompensatsiya hisoblanganda faqat rasmiy ma'lumotlar olinadi. Men aslida ko'proq olardim degan gapni isbotlash juda qiyin bo'ladi. Shuning uchun ishlayotganlar uchun eng katta dars. Rasmiy oylikni talab qiling. Mehnat shartnomangizni saqlang. Elektron mehnat daftarchangizni tekshirib turing. Bugun rasmiylashtirishga beparvo qarasangiz, ertaga pensiya, kasallik varaqasi, dekret, kompensatsiya, nogironlik to'lov bo'yicha zarar ko'rishingiz mumkin. 4-jihat, nogironlik sababi. Umumiy kasallik, bolalikdan nogironlik, mehnatda jarohatlanish, kasb kasalligi, harbiy xizmat bilan bog'liq holat yoki boshqa sabablar to'lov va imtiyozlarga ta'sir qiladi. Masalan, ishlab chiqarishdagi jarohat bo'lsa, ish beruvchining mas'uliyati bo'lishi mumkin. Umumiy kasallik bo'lsa, boshqa tartib qo'llanadi. Shuning uchun tibbiy xulosada sabab qanday yozilganiga befarq bo'lmang. Birgina so'z keyinchalik moddiy huquqlaringizga ta'sir qilishi mumkin. 5-jihat, qayta hisoblash avtomatik bo'lmasligi mumkin. Ba'zi o'zgarishlar davlat organlari tomonidan avtomatik qo'llanadi. Ba'zilarida esa fuqaro ariza bilan murojaat qilish kerak. Men doim shuni aytaman, agar qonun o'zgargan bo'lsa,
meni topib hammasini o'zlari qilib berishadi deb kutmang. Ha, raqamlashtirish kuchaymoqda, lekin tizimda eski ma'lumot, noto'g'ri yozuv yopilgan korxona, arxidagi hujjat, familiya almashgan holatlar ko'p. Shuning uchun o'z huquqingizni o'zingiz kuzatishingiz kerak. 6-jihat, oiladagi daromad va ijtimoiy yordam. Ayrim yordamlar nogironlik faktiga qarab beriladi. Ayrimlari esa oilaning ehtiyojmandlik darajasiga qarab ko'riladi. Masalan, temir daftar, ayollar daftari, yoshlar daftari, mahalla orqali bir martalik yordam, uy-joy sharoitini yaxshilash, parvarish bilan bog'liq yordamlar bo'yicha oilaning umumiy daromadi ham o'rganilishi mumkin. Shuning uchun men nogironman, demak hammasi avtomatik berilishi kerak degan yondashuv o'rniga qaysi yordam, qaysi mezon bilan berilishini aniqlash kerak. Birinchi qadam o'zingizning to'lov turini aniqlang. Siz nogironlik pensiyasi olyapsizmi? Nogironlik nafaqasini, o'quvchisini yo'qotganlik bilan bog'liq to'lovni, ishlab chiqarishdagi jarohat kompensatsiyasimi yoki boshqa ijtimoiy yordammi? Buni aniq bilmasdan turib, 5 milliondan 6 milliongacha bo'lgan o'zgarish sizga ta'sir qiladimi, yo'qmi? Aytish qiyin. Ikkinchi qadam, pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. O'zingiz bilan pasport yoki ID karta, nogironlik to'g'risidagi tibbiy xulosa, mehnat daftarchasi yoki elektron mehnat faoliyati ma'lumotlari, ish haqi haqida ma'lumotnomalar, bank plastik kartasi rekvizitlari agar mavjud bo'lsa, ishlab chiqarishdagi baxtsiz hodisa dalolatnomasi va tibbiy hujjatlarni olib boring. Agar eski ish joyingiz yopilgan bo'lsa, arxiv ma'lumotlarini so'rash kerak bo'lishi mumkin. 3-qadam, arizada aniq yozing. Masalan, nogironlik pensiyamni amaldagi tartib va yangi hisob-kitob chegaralari asosida qayta ko'rib chiqishingizni so'rayman. Ish stajim va ish haqi ma'lumotlarim to'liq inobatga olingan, olinmaganini tekshirishingizni so'rayman. Agar ishlab chiqarish jarohati bo'lsa, mehnat qobiliyatini yo'qotish foizi va o'rtacha ish haqi asosida kompensatsiya hisob-kitobini qayta tekshirishni so'rayman deb yozish mumkin. 4-qadam. Og'zaki javob bilan cheklanib qolmang. Har doim yozma javob so'rang. Agar xodim sizga tegishli emas desa, mayli, lekin buni yozma asos bilan tushuntirsin. Yozma javob bo'lsa, keyin yuqori tashkilotga yoki sudga murojaat qilish mumkin. Og'zaki gap esa ertaga isbot bo'lmaydi. 5-qadam. MyPingakuduz pensiya jamg'armasining rasmiy kanallari. Mahalla va ijtimoiy himoya organlari orqali ma'lumotlarni tekshiring. Internetdagi har bir xabarni ishonchli deb qabul qilmang. Hamma nogironlarga 6 million beriladi degan sarlavhalar odamlarni chalg'itishi mumkin. Rasmiy hujjatda aynan nima yozilganini ko'rish kerak. Bu pensiyami, nafaqami, kompensatsiyami, bazaviy miqdormi, maksimal chegarami yoki boshqa mexanizmmi? 6-qadam. Agar nogironligi bo'lgan farzandingiz bo'lsa, faqat nafaqa bilan cheklanib qolmang. Poliklinika, tibbiy ijtimoiy ekspert komissiyasi, mahalla, ijtimoiy himoya bo'limi orqali reabilitatsiya dasturini so'rang. Bolaga qanday texnik vositalar, qanday muolajalar, qanday mutaxassis yordami kerakligi yozma tarzda belgilansin. Masalan, eshitish apparati, aravacha, ortopedik poyabzal, protez, logoped yoki reabilitolog xizmati kerak bo'lsa, bularni hujjat bilan rasmiylashtirish juda muhim. 7-qadam, hujjatlaringizni tartibga soling. Alohida papka oching. Unda ID nusxasi, nogironlik xulosasi, tibbiy tekshiruvlar, epikrizlar, dori retseptlari, mehnat staji hujjatlari, ish haqi ma'lumotnomalari, arizalar nusxasi, javob xatlari bo'lsin. Ko'p odamlar aynan hujjat yo'qolgani uchun yillar davomida o'z haqqini to'liq ola olmaydi. 8-qadam, agar javobdan norozi bo'lsangiz, yuqori turuvchi tashkilotga shikoyat qiling. Pensiya jamg'armasi tuman bo'limidan javob olsangiz, viloyat boshqarmasiga murojaat qilishingiz mumkin. Tibbiy xulosa bo'yicha nizo bo'lsa, qayta ekspertiza so'rash mumkin. Ish beruvchi kompensatsiyani bermasa, mehnat inspeksiyasi yoki sud tartibi talab qilish mumkin. Bu jarayon og'ir tuyuladi, lekin yozma hujjatlar bo'lsa, imkoniyat ancha oshadi. Bugungi asosiy fikr shuki, nogironlik bo'yicha 5 milliondan 6 milliongacha bo'lgan o'zgarish ko'pchilik uchun muhim imkoniyat bo'lishi mumkin. Lekin uni hamma 6 million oladi deb tushunmaslik kerak. Kimdir uchun bu pensiya hisob-kitobining yaxshilanishi, kimdir uchun kompensatsiya miqdorining oshishi, kimdir uchun esa bevosita emas, bilvosita ta'sir qiladigan islohot bo'lishi mumkin. Men sizga tavsiya qilaman, to'lov turini aniqlang, hujjatlaringizni tekshiring. Rasmiy idoradan yozma javob oling va agar haqingiz to'liq hisoblanmagan bo'lsa, qayta hisoblashni talab qiling.
Nogironligi bo'lgan insonlarning huquqi sadaqa emas. Bu qonun bilan kafolatlangan ijtimoiy himoyadir. Sizning oilangizda bu mavzuga aloqador holat bormi? Pensiya yoki nafaqa miqdori bo'yicha savollaringiz bormi? Izohlarda yozib qoldiring. Men keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan savollarga alohida javob beraman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni nogironligi bo'lgan yaqinlari bor insonlarga yuboring. Bitta to'g'ri ma'lumot kimningdir oylik daromadini, davolanish imkoniyatini va hayot sifatini o'zgartirishi mumkin.